Bir kishi aytadi, zimmamdagi majburiy ishni tugatdim. Keyin o'sha Arabistonda Xalij davlatlaridan bittasiga bilet olishga to'g'ri keldi, borib ishlab kelgan. Singlim ikkita bilet uzagini sotib menga deydi yo'l kiraga berdi. Biletni oldim, samolyotga o'tirganda ko'nglimni o'tkazdim. Agar Alloh qo'limga bir narsa bersa, o'zimni shaharimga masjid quraman dedim. Hech qancha vaqt o'tmadi, o'sha masjidda namoz o'qidim. Vaholanki samolyotda o'tirganimda na qo'limni ko'tardim, na tilimni labimni qimirlatdim, na og'zimni ochdim. Faqat qalbimni o'tkazdim. Alloh yaqin zot eshitdi berdi deydi. Duo ibodat. Indamay turib Alloh bilan gaplashing, bu ham duo. Qo'lingizni ko'tarib dod deb yig'lab so'rang, bu ham ibodat. Muhimi yurakdan chiqishi. Bunday qilib turibsizmi? Robbingiz biladi nima deyotganingizni, nimani xohlayotganingizni biladi. Meni qo'lingizni ko'tarib turing. Birodar, Robbingiz sizga yaqinligini his qilsangiz, qo'lingizni ko'tarib gapirishingiz ham shart emas. Mana samolyotda o'tirib odam aytayaptiki, Parvardigor, agar qo'limga bir narsa bersang, masjid solaman deb qo'ydim deydi. Lekin hech qancha vaqt o'tmadi, o'sha masjidni qurdim, namoz o'qidim. Shunaqa yaqin his qilamizmi Robbimizni biz?